Ushbu film O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitasining 2684-sonli tavsiya xati asosida tayyorlandi. Allohning rasuli yana qodir Alloh shunday marhamat qiladi. Ey odam bolalari, har bir ibodat chog'ida o'z ziynatingizni oling, yeb iching va isrof qilmang, chunki u isrof qiluvchilarni sevmas. Sen Alloh o'z bandalariga chiqargan ziynatlarni va pokiza rizqlarni kim harom qildi deb ayt. Sen ular hayoti dunyoda iymon keltirganlarga, qiyomat kunida esa faqat o'zlariga xosdir deb ayt. Biladigan qavmlar uchun oyatlarni mana shunday mufassal bayon qilurmiz. Echki nima bo'ldi, Halima? Uning bir tomchi ham suti qolmagan. Agar bizda umuman sut bo'lmasa, qanday qilib Makkaga boramiz? Yana tuyalar bilan eshak ham arang oyoqda turibdi. Bolalarimiz ham ochlikdan azob chekyapti axir. Nima ham qila olardik? Bir qurg'oqchilik yili boshqasiga ulanib ketyapti. Ochlik tinkasini quritib, endi odamlar ajal bilan olishyapti. Echkilarning ham yelini so'rilib ketdi. Ocharchilik uylarimizga mustahkam o'rnashib oldi. Makkaga yo'l oladigan payt keldi. Sad qabilasi ayollari shunga tayyorgarlik ko'rishyapti. Sizlar ham tadoruk ko'ring. Shoyatki birorta boy oila o'z farzandini boqishni bizga topshirsa, shunda bu ocharchilik yili sinovlardan ham o'tib olardik. O'z farzandlarimiz nima bo'ladi? Kattalarni oynikida qoldir. Chaqaloqni esa o'zimiz bilan olib ketamiz. Balki Ka'ba sohibi bizga Makka chaqaloqlaridan birini ravo ko'rar. Uni boqish uchun olgan pulimiz shunday qiyin kunlarni yengib o'tishimizga madad bo'ladi. Oh, Ka'ba Tangrisi, men nima qilay? Ha, Fatima. Nabiramiz Muhammad ibn Abdulloh. Ha, hali. Siz Omina bilan Zahro qabilasidan bo'lgan amakimiz farzandlarisiz. Xudo yo'lida nabira Muhammadga g'amxo'rlik qilishingizni so'rayman. Abdullohga juda achinaman. Chunki juda yosh qazo qildi. Hali 26 yoshda ham emasdi. Ona qornidayoq sag'ir qolgan Muhammadga ham qattiq achinaman. U tug'ilganda otasi qabrda yotgandi. Sho'rlik Omina ham Abdulloh bilan atigi 1 yildan kamroq birga yashadi. Endi qo'lida bola bilan beva qoldi. Sultonalar hali kelmadimi? Xudo haqqi boladan xavotirdaman. Hali kelishmadi. Lekin ularni ko'zimiz to'rt bo'lib kutyapmiz. Makkani tark etishmasidan avval bola uchun yaxshi sultona qidirib topaman. Shunda nabiram kuchli va sog'lom o'sadi. Xudo sizni yorli qilsin. Nabirangiz uchun muttasil qayg'uryapsiz. Yo Abdulloh. Muhammad tug'ilganidan buyon qalbim mehr shafqatga to'ldi. Bu mehr Hoshim avlodining barcha oilalariga kirib boryapti. Zaifa. Siz Bani Sa'd qabilasidan emasmisiz? Ha, men Bani Sa'd ibn Bakr qabilasidan Zuaybni qizi Halimaman. Bu esa hojam Xoris. Bunisi kenja farzandim. O'g'limning bolasi tug'ilmasidan oldin yetim bo'lib qoldi. Unga siz sut ona bo'lishingizni xohlardim. O'zi yoqimtoy bola. Uni o'z tarbiyangiz va qarovingizga oling. Parvardigoriga qasamki, u Bani Sa'd qabilasida o'sishini xohlayman. Yetimmi? Otajon, uni men nima qilaman? Makkada tarqaladigan xastaliklardan tashvishdaman. Shunday ekan, bizga odat bo'lgani kabi u sahroda o'sishi uchun undan bir muncha muddat ayrilishga majburman. Biroz ulg'ayib olguncha shunday qilamiz. Sizlar ham biz oliyjanob insonlar ekanligimizga albatta ishonch hosil qilasiz. Lekin amaki yetimni nima qila olamiz?
Biz cho'lda yashaydigan kambag'al odamlarmiz. So'nggi yillarda chorva mollarimizdan mahrum bo'ldik. Faqat zarar ko'rdik. Bizda sotish uchun na sut, na chorva bor. Bo'ldi o'g'lim. Sen uchun Ka'ba ilohidan madad so'rayapman. Bu o'g'lingizmi? Muhammadim ham emizikli chaqaloq. Unga sut ona bo'ling, ular emigdosh og'a-inilarga aylanadi. Allohga qasamki, sizga pand berishdan qo'rqyapman. Oliy janob va hurmatli inson ekanligingiz ko'rinib turibdi. Lekin sizga nima ham deya olardim? O'g'limga qarang, ochlikdan big'illab yig'layapti. Lekin ovqatlantiray desam hech narsa yo'q. Og'ziga tutishga hech narsamiz yo'q. Mayli, sizlarga tinchlik, omonlik. Ehtimol qidirgan narsangizni toparsiz. Parvardigorga qasamki, bu ulug' qabiladan bolasiz qaytishni istamayman. Men qaytib borib o'sha yetimni bag'rimga olaman. Shunday qilamiz, Halima. Balki yaratgan rizqimizni shu bola orqali keng qilar. Meni shu yerda kuting. Onasini yoniga borib, uni olaman va emakdosh inisi bilan bag'rimdan joy beraman. Keyin o'z qabilamizga qaytib ketamiz. Unda bora qol, Halima. Seni kutib turaman. O'tir. Nima uchun yig'layotganingni bilaman. Muhammadni olib ketishdi, Saidim. Uni Sa'd qabilasidan Abu Zuaybaning qizi Halima boqish va o'z qabilasida tarbiyalash uchun olib ketdi. Makka aslizodalari uchun shunday qilish joiz, chunki bola kuchli va sog'lom o'sishi lozim. Nahot o'zing ham bola sog'lom o'sishini xohlamasang? Albatta shuni istayman. Buning uchun jonimni berishga ham tayyorman. Lekin uni juda ham sog'liyapman. Kechasi uyg'onib, uni topa olmayman. Keyin tinimsiz ko'z yosh to'kaman. Amina ham benihoya yig'layapti. To'g'ri qizim, uni hammamiz ham sog'inamiz. Ka'ba sohibi nomiga qasamki, hammamiz uni ham, otasini ham qo'msab yashayapmiz. Yasribda vafot etgan sho'rlik Abdullohga achinaman. Ko'rgilik ekan. Oh, Abdulloh. Men kim uchun yig'lashimni ham bilmayman. Abdulloh uchunmi yoki uning sag'ir bolasi uchunmi? Ammo baribir sabrli bo'ling, Abdulmuttalib oilasi. Tangriga qasamki, boshqa bolani olishdan umidim qolmagandan keyingina uni olishga qaror qildim. Uyga qaytib kelib, uni chodirga qo'ygach, birinchi bor emizdim. Shunda u to'yguncha emib oldi. U bilan birga o'g'lim ham qorin to'ydirdi. Keyin Xoris Tiva yoniga borib, uni yelini sut bilan to'lganini ko'rdi. So'ng hammamiz o'sha sutdan ichdik. Tunni ham shunday yaxshi o'tkazdik. Bilasanmi, Halima? Sen xosiyatli bolani tanlading. Esingizdami? Muhammad bilan yo'lga chiqqanimda men nimjon xachirga minib olgandim. Keyin u birdan dadillashib, butun karvonni ortda qoldirdi. Dugonalarim hayron qolib, bu haligi xachir emasmi deb so'rashdi. Men ha, o'sha deb javob berdim. Ular tevaga rostdan ham nimadir bo'ldi deb qolishdi. Halima, ich. Sen ham ich, Ikrimaning onasi.
Shundan keyin biz o'z qabilamizga qaytib keldik va u yerda ham zamin darhol maysa bilan qoplandi. Holbuki Makka safaridan oldin yer yuzida undan qaqraganroq joyni bilmasdim. Ha, Xoris. Shuni sen ham eslaysanmi? Albatta eslayman. Muhammad bilan qaytib kelgach, farzandlarimiz qo'ylarni yaylovda o'tlatgan olib ketdi. Ular ham qorni to'yib qaytdi. Yelinlari ham sutga to'la edi. Ularni sog'ib to'yib sut ichdik. Ayni paytda Sa'd qabilasida hech kim qo'ydan hech narsa sog'ib ololmayotgandi. Shunda ular o'z cho'ponlariga qo'ylarimizni Halimani bolalaridek to'ydirib kelinglar deydi. Xudoyimga qasamki, chindan hidoyatli o'g'lon. Muhammadning o'zi qani? Og'aynilar bilan birga qo'ylarni boqyapti. Allaqachon 2 yoshga to'ldi. Endi uni emizmay qo'ydi. Ey Halima, bizga uni tarbiyalash uchun ishonib topshirishdi. Endi o'z oilasiga qaytaradigan vaqt keldi. Bilaman. Ammo undan ayrilsam, bunga qanday chiday olaman? Umid qilamanki, onasi Omina uni 2 yildan ko'proq qolishiga izn beradi. Buni men ham sen kabi juda ham xohlayman, Halima. Lekin bergan va'damizni ham yodda tutishimiz kerak. Otajon, inim Muhammad haqida nimalar deyapsiz? Qizim, yaqinda uni oilasiga qaytarishimiz kerak. Og'a-inilari uni juda ham sog'inib qoladi. Ayniqsa Shaymo. Axir unga kecha-yu kunduz g'amxo'rlik qiladi. بدت مخايل فضلي نعم اليتيم واليتم رزق بعضه وذكاء زانت كفي الخلق العظيم شمائل يقرى بهن ويولع الكرماء يقرى بهن ويولع الكرماء. Xoris. Muhammad bilan birga qaytdim. O'zi qayerda? Og'a-inilar bilan qo'ylarni o'tlatyapti. Omina qanday qilib uni yana senda qoldirishga rozi bo'ldi, Halima? Bu bizga Xudoyimning marhamatidir. Otajon, onajon, inim Muhammad. Unga nima bo'ldi? Meni Muhammadim. Yonimga kelyapsan, o'g'lim. O'zim ham sen tomonga ketayotgandim. Qani kel. Qanday shoshilinch ish, ota? Bu sir. Umid qilamanki, hech kimga oshkor qilmaysan. Sirmi? Qanaqa sir? Nimani aytyapsiz, ota? Ukang Abdullohning o'g'li haqida gapiryapman. Muhammad haqidami? Unga achiraman, yolg'iz va sag'ir bola. Abu Tolib, men doim haqiqatni gapirishimni bilasan. Yaman maliki Sayfi ibn Yazama yoniga borgan Qurayshiylarga boshchilik qilganimni eslaysanmi? Bu Habashlar yakson etilgan voqeadan keyin yuz berib, shunga zarurat paydo bo'lgandi. Ha, esimda, ota. Juda buyuk kun edi. U menga aytgan gap juda muhim edi. Endi buni senga aytib berishim kerak. Axir o'lim muqarrar haqiqat. Men esa qachon o'lishimni bilmayman. Xudoyim umringizni uzoq qilsin, ota. Menga nimani aytmoqchisiz? O'shanda Malik menga yuksak sharafini namoyon etib ko'plab hadiyalar berdi. Qolaversa menga bergan hadiyalari barcha Qurayshiylarnikidan ham ko'proq edi. Shungami ular menga hasad qila boshlashdi. O'shanda men ularga Malikning inomlari uchun menga hasad qilmang, tez orada sodir bo'lajak voqea uchun hasad qilsangiz arziydi deb aytdim. Qanday voqea ekan, ota? Buni hech kimga aytmaganman, o'g'lim. Hech kimga. Sen ham bu sirni xuddi men kabi umring oxirigacha saqlashing lozim. Ota, sabrim chidamay qoldi. Bu qanday voqea axir? Axir meni bilasiz-ku. Ayting. Yaratgan egam madadkor bo'lsin, o'g'lim. O'zi kushoyish bersin.
Malik bilan yolg'iz qolganimda u menga tez orada bir bola tug'ilajak. Uning hukmronligi qiyomat kunigacha davom etishi haqida bashorat bor. U shu jamoaning payg'ambari bo'ladi. U allaqachon tug'ilgan yoki yaqin orada tug'iladi. Uning ota-onasi ko'p o'tmay qazo qiladi. U esa bobosi qo'lida ulg'ayadi. Keyin unga amakisi Abu Tolib g'amxo'rlik qiladi. Muqaddas kitoblarimizda shunday deb yozilgan dedi. Shunda Malikdan buning menga nima aloqasi bor deya so'radim. U esa bola sening qavmingdan chiqadi Abdul Muttalib. Seni qavmingdan dedi. Ya'ni mening qavmimdan. U payg'ambar bo'ladimi? Bu uning sifatlari. Uning sifatlari Abu Tolib. Toki nafas olar ekansan, toki himoya qila olar ekansan, Muhammadni asrab avayla. Ko'z qorachig'ingdek asra. Bu senga yagona vasiyatim. Uni hech qachon buzmasliging kerak. Albatta ota. Toki tirik ekanman, va'damni hech qachon buzmayman. U uchun o'z jonimni ham, oilam jonini ham beraman. Bundan ko'nglingiz to'q bo'lsin ota. Xavotir olmang. Xudo xayringni bersin Abu Tolib. Butun umidlarim faqat sendan. Barcha umidim sendan. U tomon yeldek shoshdik. Shaymo tinimsiz Qurayshi birodarim, Qurayshi inim deya chinqirardi. Unga nima bo'ldi deya so'radik. Aytishicha, oq libosli ikki kishi ukasini ushlab, uni chalqancha yotqizib keyin ko'ksini yorishganmish. Xoris bilan bola tomon shoshdik. Borgach, uni bo'zdek oqargan holda ko'rdik. Uni mahkam bag'rimga bosdim. Xoris yonimda qotib turardi. So'zlarimni albatta tasdiqlaydi. Keyin boladan senga nima bo'ldi o'g'lim deb so'radik. U esa oq libosli ikki kishi uni ushlab, chalqancha yotqizib, keyin esa ko'ksini yorishganini aytdi. Ichidan esa u bilmaydigan nimanidir topishgan emish. Keyin bola bilan chodirga qaytdik. Shunda Halimaga onasi bu bolaning atrofida jinlar o'ralash yuribdimi deb qo'rqaman. Bu yana takrorlanmasidan uni o'z qondoshlari qo'liga qaytarish lozim dedim. Bir kuni men bilmaydigan odamlar kelib, uni vujudidagi belgilarni ko'ra boshlashdi. Keyin bir-biriga qarab, bu o'sha dedilar. Bolani bizdan olib ketishga chog'lanishdi. Uni zo'rg'a qo'llardan ajratib oldim. Bolani taqdirdan qo'rqqanim uchun sizlarga qaytarmoqchiman. Sizlarga rahmat. Xudo rozi bo'lsin. Sizlarni ham qo'ldan kelgancha himoya qilamiz. Xudoyimga qasamki, hech kim bizni shu jajji bolangiz kabi metin himoya qilmagan. U butun hayotimizni o'zgartirdi. Yaylovlarimiz yashilga burkandi. Hayotimiz to'kinlashdi. Chorvamiz ham mo'l ko'li sut bera boshladi. Bizga go'yo qandaydir ilohiy kuch g'amxo'rlik qilayotgandek. Bu haqda Ominaga aytib berdingmi? Ha, aytdim. U senga nima dedi? G'alati gaplarni aytdi. Barchasini aytib berganimdan keyin u mendan nahot unga iblis zarar yetkazishdan qo'rqqan bo'lsang deb so'radi. Ha dedim. U esa iblis unga hech qachon yaqin kela olmaydi dedi. So'ng homilador davrida Shomdagi Busro qal'asigacha taralgan yog'du haqida gapirdi. Bola qo'lini yerga qo'yib, boshini samo uzra tikkanini, homiladorlik davri qanday yengil o'tgani haqida so'zladi. Undan xavotir olma. Bu xosiyatli bola dedi. Endi Ka'ba ilohidan bolani bizdan yiroq qilmaslikni, uni doim asrab avaylashini iltijo qilaman. Shak shubhasiz uning kelajagi buyuk, sir-u jumboqqa to'la. Halima bolani onasiga qaytib bergan payt
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotining 5-yiliga qadam bosgandi. 6 yoshida u ilk marta Madinaga safar qildi. Najjor qabilasidan bo'lgan qarindoshlarnikida mehmon bo'lganida benihoya sevingan edi. Ularning bolalari bilan o'ynab kulgan, barchasi uni birdek yoqtirib qolgandi. Qaytishayotganida Makka bilan Madinaning o'rtasidagi Abvo degan joyda onasi Omina Vahb qizi o'lim bilan yuzlashadi va shu joyga dafn etiladi. Xudoyimga qasamki, zurriyodingiz Muhammadda hayratomuz ko'p sifatlarni ko'rdim. Gapir Halima. Bu bilan nima demoqchisan? Har kuni erta tongda o'rnidan turardi. U bilan birga uyqusirab, ko'zlari so'lg'in, sochlari parishon holda, emikdosh og'a-inilari ham birin-ketin uyg'onardilar. Muhammadchi Halima, Xudoyimga qasamki, tongdan oldin o'rnidan tursa-da, ko'zida hech qachon uyqu alomati ko'rinmasdi. Bizga yuzi porlab, shodon va teran nigohlar bilan boqardi. Ovqatlanishi qanday edi Halima? Va ajabki, u faqat bir ko'krakdan sut emardi. Ikkinchisini esa o'g'lim, uni emikdosh birodari Abdulloh ibn Xorisga qoldirardi. U bilan birga Baraka ham qaytib keldi. Bilamizki, u bolani eng avval qaraganlardan biri edi. Dastlab unga Suvayba, sut ona bo'lgandi. Avvaliga bola bobosi, keyin esa amakisi Abu Tolib va uning xotini Fatima qaramog'ida bo'ldi. Hayotining 7-yilida Muhammad chin yetim bo'lib qoldi. Yetimlik hayoti naqadar achchiq. بدت مخايل فضلي نام اليتيم واليتم رزق بعضه وذكاء كانت كفي الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع Vodarix, ey hazrajiklar, bir zum to'xtang. Yaqinda bir payg'ambar paydo bo'ladi. Boshingizni zo'r tashvishda qoldiradi. Ana o'shanda ko'ramiz holingizni. Ha Saidim. Yasribda ekan, hazrajliklar unga zarar berishga harakat qilishadi. Shuning uchun Omina u yerdan Makka tomon qaytishga shoshildi, chunki Ka'ba sohibi unga mehribonlik qila oladi. U qaytishga juda ham shoshildi, lekin yo'lda jonini egamga topshirdi. Cho'pon bolamiz onasi mehribon Omina endi o'g'lim Abdulloh bilan diydor ko'rishdi. Men uchun ham diydor qiyomatga qolmagay shaksiz. Salomatmisiz ota? Jiyanim Muhammad shu tomonga kelyapti. Suyukli nabiram men tomonga kelyapti. Sizlar bo'lsa uni yolg'iz qoldirdingizmi? Mayli, kelaversin. Xudoyimga qasamki, qalbim unga talpinib yashaydi. Ko'rganda ko'zim quvonadi. Ochig'i juda keksaydim. Suyaklarim mo'rtlashib, mushaklarimda kuch qolmadi. Ota, siz Ka'ba bilan Hubal himoyasi ostidasiz. Umrim poyoniga yetib boryapti, o'g'illarim. Sizlarga vasiyatim, Muhammadga hamisha g'amxo'rlik qiling. Uni orangizdan kimdir o'z qaramog'iga olib, otam unga qarashni menga vasiyat qilgan deyishingizni xohlamayman. Men esa unga vasiy tayinlamay foni dunyoni tark etolmayman. O'tganimdan so'ng uni asrab avaylay oladigan odamga muhtojman. Unga g'amxo'rlik qilib, Muhammadni hamisha himoya qila oladigan odam kerak. Uni eng ko'p yaxshi ko'rgan odamgina shunga loyiq deb o'ylayman. Yo'q, men. Ota, Ka'ba sohibi nomiga qasamki, men uchun bu dunyoda birodarimiz Abdullohdan ko'ra ko'proq sevimli kimsa yo'q edi. Va qasamyod qilamanki, Muhammad tug'ilganidan buyon men uchun eng yaqin odam u. Bolalarimdan hech birini ham bu darajada yaxshi ko'rmayman.
Yana u menga ham ota, ham ona tomonidan birodar bo'lgan zotning zurriyoti. Unga boshqalardan ko'proq men vasiylik qilishim joiz. Ha, u sening vasiyliging ostida bo'ladi, Abu Talib. Qalbi g'am qayg'uga to'la bu yetim baribir chinakam inson bo'lib o'syapti. Biz hammamiz Ka'baning soyasidamiz. Unga g'amxo'rlik qil, himoyang ostiga ol. Men senga ishonaman. Men unga eng sevikli o'g'limdek qarayman. Unga xizmat qilaman va uni hamma narsadan himoya qilaman. Toki tirik ekanman, hech kim unga zarar yetkaza olmaydi. Bunga amin bo'ling ota. Amin bo'ling. Lekin Abu Talib oramizda eng obro'li va badavlat kishilardan emas. Boz ustiga uning oilasi katta. Yana qancha bolasi bor. Biz ham uni yaxshi ko'ramiz-ku. Lekin men kattaman. Boshqalardan ko'ra unga o'zim vasiylik qilishim o'rinli, chunki u ota va ona tomonidan qondoshim bo'lgan Abdullohning o'g'li. Ey Abdul Muttallibning o'g'illari, birodarlaringizga va Hoshimiylar oilasining o'g'illariga aytinglarki, Abu Talib sizdan keyin boshliq bo'ladi. Aynan senga Abu Talib Muhammadga g'amxo'rlik qilishni vasiyat qilaman. Ha, Muhammadga, bechora yetimga, ukangning zurriyotiga. Endi unga sen javobgarsan. Muhammadga g'amxo'rlik qil. Xavotir olmang ota. Ko'nglingiz to'q bo'lsin.
Fatima, bu taom Muhammad uchunmi? Ha, Abu Talib. Bu taomni unga tayyorladim. Bilmadim Fatima, nega qo'ylarimizni boqishi kerak? Xudoyimga qasamki, men uning uyimiz ostonasidan tashqari chiqishini ham istamayman. Bir daqiqa ham mendan yiroq ketmasligini orzu qilaman. Bilasizmi, Abu Talib? Muhammad ana shunday aqlli, itoatkor bola. Ammo qo'y boqishga kelganda negadir oyoq tirab oladi. U juda mehribon. Garchi bola bo'lsa-da vaziyatimiz og'irligini tushunadi. Shunday ekan oilasiga yordam bermasa, uning buyuk, sof qalbi tinchlana olmaydi. Meni sevikli Muhammadim. Kichik lekin itoatkor va solih. Bilasizmi, Abu Talib? Farzandlaringiz jiyaniga o'xshashini juda ham istayman. Farzandlarimga nima bo'pti? Ulardan biror yomonlik ko'rdingmi? Yo'q, Abu Talib. Ammo Muhammad 10 yoshida ham xuddi kattalarga o'xshab o'zini qanday tutish kerakligini biladi. Aziz o'g'lim bolaligidayoq ulg'ayib qolgandek. Unga juda achinaman Fatima. Axir u yetim. Uning ruhi hamisha iztirobda. Agar u mustaqil va har tomonlama barkamol bo'lmasa, u holda azob va iztirobdan o'zga hech narsaga erisha olmaydi. Shuning uchun bolalikdayoq ulg'ayishga majbur bo'ldi. U qo'ylarni qayerda o'tlatishini aytmadimi? Aytdi, Makka yonidagi tog'larda. Yo'q, xalq emas. Umayyaning barcha o'g'illari bir fikrga kelishdi. Men ko'rganni sen ham ko'ryapsanmi, Valid? Nima ekan? Ana u bulut bir joyda qotib toqqa soya bo'lib turibdi. Bu ajabtovur hodisa. Ha, bizdagi iqlimni yaxshi bilasan-ku. Yoz bilan bahorda chidab bo'lmas jazirama, kuz bilan qishda esa havo ancha salqin bo'ladi. Sen aytayotgan narsa esa shunchaki bulutlar xolos. Yura qol. Orangizda kim amakivachchangiz Muhammadga taom eltadi? Men. Talibning onasi. Onasini o'limidan so'ng men unga ona bo'lganman. Keling unga o'zim yegulik eltib beray. Baraka. Sen borishing shart emas. Senga nima bo'ldi, Baraka? Uni sog'inib ketdim. Muhammadni sog'indingmi? Lekin ertalabdan beri juda oz vaqt o'tdi. Xudoyim haqqi, uydan chiqib so'qmoq yo'lga yetib olguncha men uni sog'inishga ulguraman. Erta ketib kech qaytgancha qanchalar sog'inishimni aytmay qo'ya qolay. Tangri seni yorlaqasin. Farzandlarim mehriboni, Baraka. Mayli, Muhammadga yegulikni o'zing elt. Parvardigor sizdan rozi bo'lsin. Ey Muhammad, ko'zlarimning nuri nurafshona. Qo'ylar uchun pichan yig'ib oldilariga qo'yib, ularga g'amxo'rlik qilasiz. Go'yo ular siznikidek. Makka ahli buning uchun sizga arzimas pul to'laydi. Ey ko'zlarim chirog'i, yolg'izlikni sevasiz.
Cho'lga qo'y boqishga ham faqat yolg'iz qolish uchun borasiz. Ular doim to'q bo'ladi. Yelinlar ham sutga to'la. Siz bu yerda bo'rilar yoki boshqa yirtqichlardan qo'rqmaysiz. Mening sevinchim. Yaratgan Omina va Abdullohning oxiratini obod qilsin. O'zlaridan qanchalar oliy janob zurriyot qoldirishgan. Yo Ka'ba sohibi, Muhammadni himoya qil. Uni yomon ko'zlardan o'zing asra. Ey Muhammad, ey ko'zlarimning nuri, men sizga taom keltirdim. Ey Parvardigor. Aziz dilbandim, qorningiz ochqagandir. Bu yoqqa keling, suyukli farzandim, siz uchun taom keltirdim. 4 ta xurmo bilan biroz sut. Ammo bu butun kuningiz uchun yetarmikin? Axir siz g'ayrati ichiga sig'mas o'sbirin yoshdasiz. O'zimni qalb ko'rim. Siz uchun Makkadan keldim. Sizga bir necha xurmo bilan bir qultum sut kifoya. Xudo haqqi, men bu tog'ni sizsiz tark etmayman. Yeb oling o'g'lim, taomlaning. Ko'zlarim quvonchi, yeng. Men sizsiz ketmayman o'g'lim. Quyosh nuri sizni toliqtirmayaptimi? Yoshlik yillarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amakisi Abu Tolibga barcha ishlarda dastyor bo'ldi. U bekor o'tirishni xohlamasdi. Shu bois makkaliklarning qo'ylarini boqardi. Buning uchun Yaratgan unga izzat, hurmat ko'rsatdi. Uning qo'ylari toshloq daralarga yoyilganda har doim yegulik topilar, o'zi esa ularga doim g'amxo'rlik qilardi. Makkaliklar buni juda qadrlar va har biri o'z qo'ylarini faqat shu yetim Muhammad o'tlatib kelishini xohlashardi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam har bir payg'ambar cho'pon bo'lgan deya lutf ayladilar. Undan siz hammi deya so'rashganda esa ha, men ham deya javob berdi. Va shu so'zlarni qo'shib qo'ydi. Men Qurayshiylar urug'idan bo'lgan sof arabman va Sa'd qabilasida voyaga yetganman. Nima qilyapsan, baraka? Farzandim Muhammad uchun libos tikyapman. Seni Parvardigor mukofotlasin. O'z onasidan so'ng sen unga xuddi tuqqan onadeksan. Yasribdagi qarindoshlari orasida u nimalar qilganini birma-bir aytib ber. Aynan nimani aytay, Saidim? Ko'rgan va eshitganlaringning hammasini. Ey ko'zlarim nuri Muhammad. Qayerga bormasin, u bilan ezgulik va quvonch birga edi. Yasribda u suzishni o'rgandi. Bu borada o'z tengdoshlaridan qolishmasdi. Suzish nima? U kuchli, katta yoshli odam kabi suzadi.
Hazratliklar haqida nima deya olasan? Uni ko'rishdimi? Hazratliklar. Ular yomon odamlar ekan. Ko'p marta unga zarar yetkazishga urinishdi. Yetim bolada nima qasdi bor? Bilaman, baraka. Xudoyim seni o'z uyida himoya qiladi, ey jiyanim. Seni o'zi panohida asraydi. Ey Makka ahli! O'g'illaringizni chorlang, men keldim. Ey Baytul Haram aholisi! Men Asadi Shuhdan keldim. Nahot men haqimda eshitmagansiz? Farzandlaringizni yonimga yuboring. Ular bu yerda o'q uzishadi. So'ng orasida qay biri eng yaxshisi ekanini bilib olamiz. Nahot Ash'or aytgan misralarni eshitmagansiz? Lahabi qavmidan chiqqan mergan hech qachon nishondan adashmaydi. Lahabi qayerda? Ana u yerda, Ka'ba yaqinida. O'g'lingizni bu yerga olib keling. Men Lahabi avlodlardanman. O'smirga bir qarashdayoq unga ne qismat hozirlab qo'yilganini aytib beraman. Kelinglar, o'g'lingizni yonimga chorlang. Bola qolinglar. Men Lahabi birodarimdan qush parvoziga qarab bashorat qilishni so'radim, chunki Lahabiylardan o'zga hech kim chin bashorat qila olmaydi. Holingizga voy. Axir biz Lahabiylar avlodimiz. Agar biz nimanidir bashorat qilsak, bu albatta ro'yobga chiqadi. O'g'limga bir qarang. Bu o'g'ling zaif va katta qiyinchiliklarga duch keladi. Yo Parvardigor. Forsmisizlar? Uning ismi nima? Amr ibn Vud. Yaqinroq kel o'g'lim. Seni shamshir bilan o'ldirishadi. Tavba qildim. Voy, ota-onasining quvonchi. Seni qo'llaringda tuproq oltinga aylanadi. Yaqin kunlarda mislsiz boylik topasan. Uning ismi nima? Hakim ibn Huzama. Ota-onasining quvonchi. O'z davrining buyuk odamiga aylanasan. Sen ham vaqt kelib ko'p ne'matlarga erishasan. Yonimizga kelayotgan ana u bola kim? Bu Muhammad ibn Abdulloh.